barcha raislari hamda ommaviy vositalar raislar yig'ilmoqda. Xalq ta'lim kengashi 24 nafar deputat, 16 nafari ishtirok etmoqda. Ko'rinishlardi. Sessiyani ochish o'tishida ham ta'kidlar bor. Ochish deganimizda huquqda ta'sir so'yilgan mavzular qarshilar taraflar yo'q. Bular aslında sessiyani ochish bo'lgan. Sessiya ishtirokchilar sessiya saylov bo'lishimiz kerak bo'ladi. Sessiya xodimlari huquqiy saylov bo'lib saylangan Odila Sevan Nazullayevning nomida taklif etilmoqda. Bunga ham taklif bor. Agar taklif bo'lmasa, huquqda ta'sir so'yilgan rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Deputat Odila Sevan Nazullayeva sessiya xodimligi tasdiqlandi. Sessiya ishtirokchilari ikkinchi hafta hozirda Olmos shahar kengashi 51-chi sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 3 kun oldin deputatlar kengashida maxsus tarmoq orqali hammaga deputat tarqatilgan 7 ta masalamiz bor. 7 ta masala doimiy komissiyada o'rganib chiqilgan. Hisob esa ushbu 7 ta masalada takliflar bor 7 ta masalaga. Marhamat. Doimiy komissiya tomonidan tartibli masala ko'rib chiqilgan va taqdim etilgan hujjatlar barcha qo'yilgan holda komissiya ko'rib chiqib 6 va 7 masalalarni qaror loyihasi to'g'ridan to'g'ri tasdiqlab berishni so'raymiz. Yana taklif bor. Agar takliflar bo'lmasa, huquqda tasdiqlab berish so'raymiz. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibi tasdiqlandi. Sessiya ishtirokchilari sessiya tartibini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Axborot va ma'ruzalar uchun 5 daqiqacha, savol va takliflar uchun 3 daqiqacha davom etib, sessiya ishini 90 daqiqa yakunlashni tavsiya etaman. Shundan birgalikda taklifiga binoan, ya'ni ikkita masalamiz to'g'ridan to'g'ri, 6 va 7 masalamiz to'g'ridan to'g'ri ovoz berish munosabatini 80 daqiqada yakunlashni tavsiya etaman.
taklif bormi? Taklifimiz huquqlar tasdiqlash so'yini hozirlar. Rahmat. Qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Bu tartibimiz tasdiqlandi. Muassasa ishtirokchilari bu tartibda birinchi masala ko'rib chiqishga o'tamiz. Olmos shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan mablag'lar yo'naltirish to'g'risida. Hisobot beruvchi shahar shaxs moliya bo'limi rahbari. Birinchi masala yuzasidan Olmos mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan byudjet tadbirlariga mablag' yo'naltirish bo'yicha taklif kiritganmiz. Jami tadbirlar to'qqizdan tashkil qiladi. Jami summa 5,9 million. Shundan birinchi tadbir tashabbusli byudjet jamg'armasiga 2008 yil qarorlariga asosan belgilangan mablag'ning 30% yo'naltirilgan bo'lgan. İkinci tadbirimiz ormanlashtirish boshqarmasiga yo'naltiriladi 30 million so'mlik. Demak, shaharda ormanlashtirish boshqarmasiga qarashli bo'lgan ko'cha va yonbosh ko'plarni tatbiq etilish, ormanlashtirish, ko'kalamzorlashtirish hamda sug'orish quruqlarini tashkil qilish xarajatlari uchun buni doimiy komissiyalar berish so'ralgan qilganmiz. Undan keyingi masala ormanlashtirish boshqarmasiga yana 30 million so'mlik yo'naltiriladi. Abdulla Qahhor mahalliy fuqarolar yig'inida yangi O'zbekiston mas'uliyatlari bo'yicha ko'chalarni yondosh hududlarni tartibga keltirish, ko'kalamzorlashtirish hamda obodonlashtirish xarajatlari uchun. To'rtinchi tadbirimiz shahar hokimligiga 30 million so'm mablag' yo'naltiriladi. Bunda yana o'sha Abdulla Qahhor yangi O'zbekiston mas'uliyati hovli qulayliklar yaratish maqsadida mahalla fuqarolar yig'iniga qo'shimcha bino tashkil qilish xarajatlari uchun. Shahar hokimligiga 100 million so'm mablag' yo'naltiriladi. Shahar hokimligining yordamchi xodimlari 3-chi chorak davomida rag'batlantirish xarajatlari uchun 100 million so'm. Shahar hokimligiga 28 million so'm mablag' yo'naltiriladi. Shahar oila rag'batlantirish bo'limi boshlig'ining 3-chi chorak davomida rag'batlantirish xarajatlari uchun. Hisobnomali bo'limiga 200 million so'm yo'naltiriladi. Bo'lim xodimlarining 3-chi chorak davomida rag'batlantirish xarajatlari uchun. Shahar hokimligiga 150 million so'm mablag' yo'naltiriladi. Soliq inspeksiyasini, demak, moliyaviy mudofaa mustahkamlash hamda jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer solig'idan qarzdorliklarini sud tartibida undirish choralarini ko'rish uchun tegishli hujjatlarni, qo'shma xarajatlarni amalga oshirish uchun. Shunga shahar hokimligiga mavjud davlat boji xarajatlarini qoplash uchun 70,382 million so'm mablag' yo'naltirilishi belgilangan. Birinchi masala bo'yicha qisqacha shu. Hukumat deputatlar, kimning savollar bor? Agar savollar bo'lgan bo'lsa, ruxsat bersangiz, shu masala yuzasidan doimiy komissiya ko'rib chiqilgan. Ulardan mahalliy byudjet tadbirkorlari rivojlanish, iqtisod islohot, qurilish va kommunal soha masalalari doimiy komissiya a'zosiga beramiz. Rahmat, komissiya 5-chi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, sessiya qatnashchilari hamda rais. Xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining Olmaliq shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan mablag'lar yo'naltirish to'g'risidagi masala yuzasidan xulosasi. Mazkur masala yuzasidan Olmaliq shahar hokimining birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining 2026 yil 5 avgustdagi 01-427-04-27-01-39-276 sonli taklifi turgan. Shuningdek, masalani ko'rib chiqishda O'zbekiston Respublikasining 2025 yil 25 dekabrda 2026 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi 105 sonli qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat Kengashining 2026 yil 12 martdagi 225-V sonli qarori ijrosi yuzasidan Olmaliq shahar byudjeti qo'shimcha mablag'larini aniqlash va ulardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi Xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining 2026 yil 1-apreldagi qarori asos qilib olingani qayd etildi. Komissiya tomonidan taqdim etilgan qaror loyihasi o'rganilganda
shahar hududida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni moliyalashtirish uchun mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalaridan foydalanish nazarda tutilganligi aniqlandi. Komissiya tomonidan qo'shimcha manbalar hisobidan ajratiladigan mablag'larning faqat belgilangan maqsadlar uchun sarflanishi, mablag' oluvchi tashkilotlar tomonidan ulardan foydalanish yakuni bo'yicha hisobotlar taqdim etilishi hamda foydalanilmay qolgan mablag'lar bo'yicha belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rilishi lozimligi alohida qayd etildi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi Xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining 51-sessiyasida mazkur masalani tasdiqlash maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Komissiya xulosasiga asosan sessiya qarori loyihasi barcha deputatlarga tarqatilgan. Deputatlar tasdiqlansin degan deputatlar ushbu qaror loyihani o'quvdan tasdiqlash so'raydi. Hozirda qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror tasdiqlandi. Ikkinchi masala yuzasidan Olmaliq shahar mahalliy byudjeti 2026 ikkinchi oylik daromadlar hamda xarajatlar ijrosi, ikkinchi oylik davomida kiritilgan o'zgartirishlar hamda 2026 birinchi oylik daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qism hisobidan shakllangan qo'shimcha manbalar ijrosi to'g'risida. Olmaliq shahar mahalliy byudjetining ikkinchi chorak yakuni daromadlar ijrosi quyidagicha shakllangan. Demak, daromadlar rejasi 55 million 400 ming so'mga belgilangan holda amalda 64,718 million so'mga, ya'ni rejaga nisbatan 1,2% ortig'i bajarildi. Bu soliq turlari bo'yicha bajarilmagan qismlar mavjud ko'rsatuvchilar aylanmadan olinadigan soliq turi 7,339 million so'm reja amalda 81% ijrosi ta'minlangan. Aksiz solig'i 145 million reja amalda 97% ijrosi ta'minlangan. Qurilish materiallari bo'yicha yer qadridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha 184 million reja amalda 73% ijrosi ta'minlangan. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq 7,336 million 500 ming reja amalda 68% ijrosi ta'minlangan. Shuningdek, ma'muriy tushumlar ijrosi 665 million reja ijrosi 534 million 900 ming rejaga nisbatan 80% ijrosi ta'minlangan. İkinci chorak yakuni bo'yicha demak xarajatlar ijrosi quyidagicha. Demak, xarajatlar rejasi 67 million 313 million so'mga tashkil qiladi. Shundan bajarilishi, ya'ni kassa xarajatlari 59 million 902 million so'mga tashkil qilingan. Rejaga nisbatan 89% tashkil qiladi. Maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi 94%ga, madaniyat va ommaviy axborot vositalari 83%ga, sport yo'nalishi 93%ga, veterinariya bo'limi 98%ga, 661 sonli dastur bo'yicha reja ijrosi 100%ga, obodonlashtirish xarajatlari 96%ga, PF46 ijrosi xarajatlari 4%ga, yo'l ta'mirlash xarajatlari 665 sonli dastur bo'yicha 10%ga, davlat boshqa idoralarining xarajatlari 91%ga, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini saqlash xarajatlari 99%ga, daxliy jamg'armasi 75%ga, buni boshda shakllangan erkin qonun bo'yicha ajratilgan mablag'lar 86%ga, daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi 71%ga, yer sotishdan tushgan tushumlar 19%ga, o'quv byudjet bo'yicha demak tashabbus jamg'armasining xarajatlari 100%ga ijrosi ta'minlangan. Shuningdek, 2026 yil birinchi chorak davomida birinchi chorak yakuni bilan daromad rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan hurmatli deputatlarimiz tomonidan ma'qullangan tegishli sessiya qarori qabul qilingan holda ajratilgan mablag'lar bo'yicha hisobotlar o'tkazamiz. Demak, birinchi chorak davomida jami 4,833 million so'mga sessiya qarori qabul qilingan bo'lib, xarajatlarni amalga oshirishga, shundan 3,651 million so'm kassa xarajati amalga oshirildi. Tegishli demak sessiya qarori bilan 383 million so'm demak obodonlashtirish boshqarmasiga avtoparkovlar tashkil qilish uchun mablag' ajratilgandi. Ushbu ajratilgan mablag'ni hozirgi kunga qadar demak shartnomalar imzolangan, belgilangan tartibda yetkazib berilgan mahsulotlar uchun 164 million so'm mablag' o'tkazib berilgan. Qolgan mablag'lar demak shu faktor orqali mablag' yetkazib berilgandan so'ng o'tkazib berilgan.